Salom familiyaga, bugun sizlar bilan biz o'zbek tilini obzor qilamiz. Birinchidan boshlab o'zbek hayvon muzeyini kirib tekshirib ko'ramiz. Короче, birinchi tepadan boshlaymiz. Bu o'zbek hayvon muzeyi. Bunaqa ko'rinishda sal kichikroq. Tepaga chiqqanda qanaqadir kemalar, men bilmaydigan. Bu yerda Abu Rayhon Beruniy nechinchi yil tug'ilgan bilsanglar bo'ladi. Ma'lumotlari ham bor ekan. Bu yerda kema, qalqon, bilmayman, xullas biladi, bilmayman, ko'rmagan bunda. Qilich bor ekan, ikkita qilichni qanday urishadi bilmadim. Bu yerda Alisher Navoiy bunaqa bo'lishini men bilmagan ekanman. Buni men tanimayman ham bashti. Bu yerda gilamlar bor ekan, kimdir buyuk kitobi. Bu yerda Amir Temur qilichi bor. Qilichini ustiga chiqib sakraymiz. Endi bu yerda kim bu? Mirzo Ulug'bek ekan. Bu uni aravasi ekan. Davay, короче, o'zbek hayvon bay. Tugadi, muzey tugadi o'zbek hayvonni. Endi zalga kiramiz. Ketdik. Zalga vashi inglizchada yozilgan, lekin zal deb yozilishini bilmadim. Короче, shunda buni o'g'il bola shunday menimcha, shunaqa qiladigan narsasi bor ekan. Toshlar bor ekan bu yerda har xil shaklda. Bu yerda kichikroq toshlar bor ekan. Bu yerdagi to'rttasini olib qo'yishibdi, kimdir bilmadi, endi kimdir olgan. Bu yerda yotib tosh ko'tarar ekan. Bu yer kassa ekan. Ikkinchi etaj bormi, yo'qmi bilmadim. Chiqib ko'ramiz, bor ekan. Ikkinchi etajda chit yo'q-ku menda, chit yo'q. Mana. Короче, chiqmadi ikkinchi etajga, asabo'man. Bo'lmadi ikkinchi etaj. Endi zal bilan xayrlashamiz, endi politsiyaga kiramiz. Ishqilib melisalar bo'lmasin. Mana bu yerda qabul nima bo'lganini shu yerda gapirasizlar. Kirsalar bo'ladi bemalol. Bo'shirli bo'lganini yeb qardim. Endi bu yerda qanaqadir kiyim, politsiya kiyimi, bu yerda qo'ng'iroqlarni qabul qiluvchi bo'lsa kerak menimcha. Bu xonani tekshiramiz. Bu xonada menimcha kutish zali. Kutish zali ekan. Endi bu yer bu yerda gaplashadi-ku, короче, o'sha gaplashayotganda detektivlar bilan nimalar gaplashadi, jinoyatchilar. Endi bu yerda ham qandaydir ishlarni muhokama qilishadi. Endi ikkinchi xonasi. Bu yer turma qamoqxona ekan. Bu yerga ketish azob. Endi yana qayerga bu yerda obzor bo'ldik. Politsiya obzori yopildi. Chit ishlatmayapman-ku. Gapirmayapman, короче. Anchadan beri video olmaganman. Oldin video olasim, lekin hozir olmay qo'yganman. Endi maktabga boramiz. Ketdik. Biz maktabda shunaqa maktab deb yozib qo'yibdi. Shkaflar. O'quvchilar bu yer informatika xonasi ekan. Va qaniydi bizning xonalar shunaqa bo'lsa. Afsus, unaqa emasda. O'xshaydi-ku. Unaqa emas-da. Joylashuv shunaqa bo'lsa, chiroyli bo'lar ekan. O'sha yoqdi menga bu yer zo'r. Prosto wow. Undan 10 qo'yamiz informatika xonasiga. Kimyo xonasiga ham zo'r. Faqat 10 dan 9,5 bo'ladi. Oksana Demoyfonat. Ona tili xonasi ekan bu. Ona tili. Bu yerga ham menimcha 10 dan 9,5. Bu maktabimiz yutuqlari. Kodinglar ko'p emas. Bu direktor xonasi. Rektor. Mana turq sovuq direktorimiz. Shu sovuq direktorimiz bu. Menimcha direktor xonasiga kirganlar vashi ko'p. Bo'ldi, tugat. Ikkinchi qavatga chiqib ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqilmaydi ekan. Hech nima yo'q ekan. Ko'ryapsizlar, hech nima yo'q. Endi короче, maktabdan chiqdik. Endi qayerga boramiz? Keyingi manzilimiz. Короче, bu yerda bekat bor, lekin avtobus yo'q. Bu yerda tug'ilish joyi, bilasizlar. Bu yerda gaplashyapti-da, короче. Ketdi. Endi bu yerda kreslo bor.
oldida haykalni obzor qilmaman. Bu yerda kafe bor ekan, kafeteriya. Kafeteriyaga kiramiz. Bu yerda xohlagan narsalarni zakaz qilib olasizlar. Voshta o'tiradigan joylariga bomba, gap yo'q. Bu yerda ham bir joy bor ekan. Endi ikkinchi etajga chiqib ko'ramiz. Ikkinchi etaj menimcha 2 kishili ekan. 2 kishili joy ekan, faqat pastdan narsa olib chiqib tepangizlar ofitsiantikalar yo'q ekan, lekin odamlar pastda yo'q ekan ham ichida. Chunki u yoqda turishibdi-da odamlar. Bilmadim, majlis bo'lyaptimi. Keyin bu yoqda muz qaymoq bor ekan ana. Muz qaymoq bor ekan. Muz bilan qaymoqni aralashtirsanglar bo'ladi. Bular kimlar? Dili Lune Exa. Короче, bu yerda yozib olamiz, mana o'qisalar bo'ladi. Bularni ham mashhur qildim-da. Короче, bo'ldi, bular oldim, endi obzor qilamiz. Bu yerda zaxira bor ekan, короче, bu yerdan chiqib narsa sotsanglar bo'lar ekan. Bu muz qaymoq bu yer, muz qaymoq. Muz qaymoq o'sha kichkina ekan, unchalik yoqmadi menga. Kirib o'tirsanglar bo'ladi, yaxshi. Sizlarga maslahat beraman. Bu shunchaki reklama emas, shunchaki ideya bu. Bu yerda o'tirasizlar, bu yerda bank. Endi bu yerdan murojaat qilasizlar, bu yerdan pul yechasizlar. Bu yer ikkinchi etaj bo'lsa kerak. Chiqilmayotgan bu yoqqa, kirilmayotgan. Bo'ldi, bank obzori tugadi. Bankdan ham chiqdik. Yana qayer bor? Bu yoqlarga kirdik hammasiga. Yana qayer bor ekan? Dance. Fanat, moy fanat. Bar. Bu yoqqa kirmayotgan, nimaga kirilmaydi? Hayronman, nimaga qurishgan o'zi? Просто joyiga lash uchun ekanda. Bu yoqqa kiraylikchi, menimcha bu yer modellik joyda. Mana. Zo'r qurilibdi-ku. Vasha zo'r. Zamonaviy qurilibdi. Qanaqa joy bilmadim. Bu yer milliy kiyimlarni moda namoyish qilib yaratishgan dizaynerlar sotishgan. Buni sotib olib bo'lmaydi. Chunki Robloxga sotib olsa bo'lar ekan buni. Mana yo'l patrul xizmati. Buni ham har xil yangi olta uzun qo'shibdan ko'ryapsiz. 80 Robloxga sotib olsanglar bo'lar ekan. Bemalol kirib sotib olishinglar mumkin. Bu yerda milliy o'zbek cho'ponlari. Bu yerda menimcha orqasida qizlarning cho'ponlari. Bu ham 80. Oh my gosh. Qizlar bor ekan. Bu yoqda ikkinchi etaj menimcha. Bor ikkinchi etaj ham. Lekin bu yerda zamonaviy zo'r qurishibdi, gap yo'q, bomba. Bu yoqda hech nima yo'q. Просто suynerlar qanaqadir. Qizig'i yo'q. Bu yer menga yoqmadi unchalik. Oldinlarga baho qo'yib ketibman. Oxirida baho qo'yaman. Keyin qayoqqa boramiz? O'ylanamiz. Bu yer qayer bilmadim, mas kirib ko'ramiz. Bu yer menimcha kinoteatr bo'lsa kerak. Shunaqa. Bu yer kinoteatr. Bu yerda ham qanaqadir kinolar ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi etaj kirdik, yana chetda o'tadi. Bular chetim yo'qmani. Hali shunday yotgan emojini qanday topsak bo'ladi? Sizlar animatsionga kirsanglar. Короче, Roblox haqida hammasini o'rgatib o'taman. Faqat kommentariyaga kirib yozib ketinglar. Agarda like bosib, podpiska tashamagan bo'lsanglar, tashab qo'yinglar. Agar tashamasanglar, men sizlar shartlarni ham bajarmayman. Men bekardan kommentariy yozganlar zo'ya ketadi. Короче, bu yerda muzey, tilla, olmos, brilliantlar sotar ekan. Zo'r. 10. Bu yerda gaz, probka umuman yo'q, mashina ham yo'q. O'zbek hamda mashina umuman yo'q.
Bu yer, короче, chanqab ketsanglar, qoninglar ochib ketsa shu yerni choy narsalar ichasizlar, lekin hech narsa yo'q ichida. Bu yer vashi kech payt o'tirib maza qiladigan joy ekan. O'tirib, gaplashib, dugonlarlar bilan kelib, onanglar bilan aylanib, oilaviy zo'r joy. Bu yerda bolalar ham o'ynasa bo'lar ekan, zo'r. Dahshat. Gap yo'q. Endi shu bilan obzorimiz tugadi. Bay. Hozir men sizlarga hamma yoqda baho beraman. Bu yerda hamma yoqqa 10 dan 10 qo'yaman. Ba'zilari bor, ularga 9.5, lekin men 10 hisoblayman. Вообще zo'r bu yer. Классно.